Assalamu alaykum hurmatli Qo'shko'pir avtolider abunachilari. Qaranglar, sizlarga 4 million so'm bilan aksiyaga Damas qo'yib beracakmiz. Endi Xudo xolasa bu oxirlab bordi. Bundan barında pulsiz 3 million 4 million bilan degan gaplar bo'lmaydi. 4 million so'm bilan hamma ishlaringizni bitirib beramiz. Notarius, gayis, sug'urta, hamma xarajatlaringiz shuning ichida to'lanadi. Sizlardan faqat 4 million so'm pul bilan bir dona pasport kelishlaringizga to'g'ri keladi. Aylık to'lovuna keladi olsak 2 million 600 ming so'mdan chiqadi. Bu faqat bugungi kuna destvit qiladi. Ertang mumkin o'zgarishi mumkin, mumkin 1,5 million farq berishi mumkin arzonlashi mumkin. Aylık to'lovi shundan farq bermaydi xudo xolasa. Endi qaranglar. O'zlaringizdan bizdan ham vaqtimizni almaslik uchun adlaringizga kredit chiqami chiqmaymi? Aynan liboy bir o'zlaringizga yaqin yerdagi bankaga borib tekshirtirib keyin kelinglar. Maşinni aldım deb bankaga borib bankda adlaringizga kredit chiqmayin. Yurgan kilometr 84 ming kilometr yurgan o'zlaringizdan bizdan ham vaqtimizni olib behuda unda yurgandan hech qanday naf yo'q. Bundan bahoga damoz yo'q, uspet etib qolinglar. Xudo xolasa chiroyli narxlarni qo'yib berishda davom qilamiz. Podpiska bosib, like bosib, yaqinlara tarqatib qo'yishni unutmanglar. Manfaatli videolarni qo'yib boramiz. Xalqimizga qanday manfaatli mashinalar kerak bo'lsa, arzon mashinalar kerak bo'lsa, iloji boricha qo'llangancha arzonlashtirib qo'yishga harakat qilamiz. Bizlar ham bu mashinani ishora iyesak kesam savdolashamiz. Bu mashinam 75-80 million deb keladilar. Ag'a bo'lmaydi. Ava baholari nechalim arzon qo'ysa, shunchalik xalqimiz tez oladi deb turib baholarini bizlar ham tushiramiz. Ishi mashinam egasi oxiri 70 million devadi. Lekin men sizlere bunu 68 milyon so'mga tushirib qo'ydim. Sizlardan bir so'm pul kerakmidi? Kelinglar, olinglar, mininglar, hazatinglar. Mesela gitti mashinamiz oylik 2 million 600 dan chiqadi, oylik to'lovi. Eldindan 4 million so'm pul kelasizlar, tamam. Esa hammaga rahmat. 24 soat Qo'shko'pir avtoliderda ishda bo'lamiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, ban tarafimiz Urganchdan kelaverishda Qo'shko'pir avtosavdoni Glavniy zdaniyasidan o'tgandan keyin sari 6 etajli dom doğrusunda orientir razливной piva degan zdaniya bor. Shuni yanında işi butkada bo'lamiz xudo xolasa. Mashinalarimizdan Viberlarimiz ko'p. Sparklarimiz hamma mashinadan bor. Tracker, Malibu hamma mashinadan bor. Esa git.